Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Grezil dalasi. Xo'p do'stlar, bugun Dream Liga tarixidagi eng kuchli qanot himoyachisi Ashraf Hakimini full holatiga keltiramiz. Xo'p, boshladik. Birlik beramiz. Uni sotaveramiz. O'zini qurbon qilamiz. Chunki bitta olib qo'ydi bu. Xo'p, agar tepaga chiqarib olib bosamiz. Tepalarni 400 chiqarib olishimiz kerak. Do'stlar, shu borada aytib o'tishim kerak. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yasiz degan umiddaman. Chunki kanalimizda 100 ta bo'lishiga ozgina qoldi. Bu yo'lda o'zingiz hissangizga qo'shasiz degan umiddaman. Tezroq bosib tashlayman. Обычныйsidan 70 bo'ldi. 94 stamina. Stamina 95. Birinchi stamina 100 bo'ladimi deyman-da. Kuchaytirishlarimiz yetmaydimi deyman. Yana kuchaytirish olamiz. Kuchaytirishlar muammo emas do'stlar. O'qda yaxshi yetyapti hozircha. Chempionlar Ligasida ham juda ham kuchli o'ynab qo'ydi Ashraf Hakimi. Tezligi ham zo'r, paslari ham juda ham mukammal, dahshat. Keyin buni texnikaga ham bera olarkanmizmi yo yetmay qolarmikin texnikaga? Menimcha yetadi deb o'ylayapman. Fitness kuchaytirishlar qolmadi. Futbolchi olib sotamiz shekilli. Olmosga yetib qoldi. 2lik beramiz. Yaxshi. Bitta onada 100 qo'yib oldi. Endi futbolchi olib sotsammikin? 18 ta kerak. 5ni. Kutib qolmasliklaringiz uchun videoni tezlashtirib yubordim. Mehnatimizni qadrlagan holda like va obuna bosib qo'yasiz degan umiddaman. Tirs tangalar ketyapti. Do'stlar, har kuni video chiqarishga harakat qilyapman qo'limdan kelgancha. Mehnatimizni qadrlagan holda like va obuna bosib qo'yasizlar degan umiddaman yana bir bor. Xo'p, keyin ko'plarda savol qiynaydi. Qanaqa qilib buncha tanga yig'asiz, qanaqa olmos yig'asiz degan savollar qiynaydi. Ekranga tanga va olmos yig'adigan kanalda linkini qo'yib qo'yaman. Kirib bemalol tariflarni ko'rib tanga va olmos yig'dirishingiz mumkin. Mana stressini ham yuz qiladigan qoldi, o'zi yuz bo'lishi yoz qoldi. Texnika ham yaxshigina yeydiganga o'xshab turibdi. Yana futbolchi olib sotamanmikin? Pro ham tushmayapti. 93, 94, 95, 96, 97 prorif tushmadi. 3 futbolchi olib sotaveramiz. Strazi 4.5x qo'rdim. Olib sotayotgan paytimda. Ketdi. Hali ham darajasi 93 turibdi. Hakimini 99, 94 ga o'tdi. Xo'sh, boshladik. Birlik beraveramiz. Takka tushish kerak, taktik kuchliroq qilish kerak. 2lik beramiz. Yaxshi. Yana 2lik, 3lik bosaveramizmi? Coach. Go. Yana 3 ta tushdi. Yaxshi, pas ham 90 bo'ldi. Yana 0.2 tushdi. Yaxshi.
Videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yasiz degan umiddaman. Kattakon rahmat. Sizlar bilan Griza Dilisi bo'ldi.